Bu videoda görayotgan insonlar jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Aka amin deb turing. Ushbu videoda görayotgan insonlarning zurriyotidan Baytullohning bo'lajak imomlari va qizi Qur'onlar chiqsin. Hali ota-onasiga jannatlarda boshiga toj kiydiradigan farzandlar chiqsin. Aka, siz hozir qarang, Rossiya hududidan Allohning baytiga, Baytullohga, labbayk Allohga aytyapsiz. Qaysi davlatga Hozir qilib, birinchi marta Ka'bani ko'rganingiz hayajon qilib o'tiradi. Insonni boshqa bir olamga tushib qolgan bir narsa tushib qoladi. O'zingizda hech narsani tasavvur qila olmaysiz. So'z bilan tasvirlash qiyin bo'lsa. Qaranglar do'stlar, juda ko'p insonlarning xabari yo'q. Rossiyadan turib siz qaysi davlat fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar Allohning baytiga bemalol labbayk Allohimni aytib kelib, umra amallarini to'liq holatda qilsangiz bo'ladi. Buning uchun agar Rossiyadan kelmoqchi bo'lsangiz, Rossiya nomerlarimizga, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston nomerlarimizga telefon qilishingiz mumkin.